Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Magazinimizda mana yangi o'rim uchun mini kombaynlar kelgan. Video obzorini qilib beramiz. Manzilda aytib o'tamiz. Manzil Toshkentdan vodiyga kirib kelaverishda yo'lda bo'yidagi magazin. Xo'p, bu kombaynimizda narxini aytib o'tamiz. Narxi 67 million so'm. Kamini qilib beramiz, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bunimiz o'rim uchun oldinda 120 lik jatkasi bor. Jatka pichog'i bor, ya'ni o'radi, o'rib va qo'shimcha dabavkasiga tayda tozalab o'rish uchun tayrog'idan qo'shimcha jatka pichog'i ham bor. Orasi ochilmaydi, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik ishlatgan odamlar biladi. Oddiy spes jatkalarda jatka pichoq ochilib qoladi, ya'ni orasiga turpog'i bu narsa kirib qoladi. Bunda ochilmaydi bularda. Tepasi hashaga uradi, pastidagi tayrog'idan o'rib ketish uchun. O'rib, tozalab o'rgandan keyin olib kirib, bunkerda ajratadi. Bu insholi bo'ladi akalar. Shunisi bilan farq qiladi, ko'tarib tushiradi. Mana sep orqali harakatlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor holatda o'rib, olib kirib, mana bu yerda donini alohida, hashagini alohida qiladi. Bu yerda ajratadigan bunkeri bo'ladi, bu yerdan ajratib tashlaveradi. Tashlab, bu yerdan donni mana bu joydan chiqaradi, ajratilgan holatda. Bu yerga qop qistirib qo'yiladi. Qop to'lgandan keyin tushirib qo'yib, yana yangi qop qo'yib ketilaveradi. Mana bu yerda oshiqcha don bilan hashakni ajratib beradi, ya'ni o'sha mayda qipiqlarini, mayda hashaklarini chiqarib olish uchun. Katta hashaklar bu tarafdan chiqaradi. Katta mini kombayn, katta kombaynlarimizni minisi, kichkina kombayn bo'ladi bunimiz. Xo'p, mana skorlari ko'rishingiz mumkin. Mana bu richagimiz chap tarafdagisi. Kombaynni harakatga keltirish uchun bu holatda to'xtaydi. Tormoz ham rushnoy bo'ladi, qo'l bilan. Bunisi o'rishda ishlatiladi, ya'ni oldindagi kombaynda o'rish uchun ishlatiladigan richagi. Bittasi harakatga keltiradi, bittasi o'rishda harakatga keltiradigan richag hisoblanadi. Bu roli, ya'ni o'ngga chapga burish uchun skorlari 3 ta skori bor, zarda bilan 4 ta. Asosan o'rishda ikkinchi skor, birinchi skorda yuriladi. Havo orqali motor sovutiladi. Salarka motor 92 motordan qo'yilgan akalar, rasxoti 1 litrga bormaydi. Nagruzka holatda 1 litr aytamiz. 92 original motordan qo'yilgan bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy pasportda Xitoydan keltirilgan mini kombaynimiz, ko'rishingiz mumkin. Asosan bu sholilarga ish beradi. Bug'doyni ham ajratadi, lekin sholini toza o'rib chiqarib berish uchun moslangan mini kombaynimiz. Sidinalargacha bor. Bemalol o'tirib o'rishingiz mumkin va bunimiz sepli bo'ladi akalar, balonli emas. Ko'pchilik so'ragan o'sha sepli, ya'ni botib qolmasligi uchun suvlarda ichida ham bemalol yuraveradi. Xudo xolasa botib qolmaydi. Garantiya beramiz. O'rishiga 1 yil 6 oy berilaveradi. Motor qismiga ham 6 oy 1 yil garantiya beraveramiz. Mana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.